Barchaga salom, hurmatli o'qituvchilar, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 3-sinf yondosh mavzu sog'lom ovqatlanish, ya'ni to'plamlar elementlari, ya'ni 130 mashq to'plamga tegishlilik degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda birinchi mavzular berilgan. Men sizlarga hozir faqat uyga vazifani sizlarga oson yo'lda 90% odam yecha olmagan nimani uyga vazifani men sizlarga yechib ko'rsataman. Xo'p, hozircha mana shuni telefonda ekranda olib video chiqaryapman. Keyinchalik planshet olsam sizlarga bundanda sifatliroq, tez va oson usullarda o'rgatib borishga harakat qilaman. Xo'p, 3-sinf matematikasida uyga vazifaga keldik. Mana uyga vazifasi keldik. 9 bilan 10 ni bajarib, yo'q, 10 bilan 11 ni bajarib ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda 8 ga ham bir to'xtalib o'tamiz. Qarang, misollarni yeching. Bu yerda qanday so'z yashiringan deyapti. Xo'p, 8 ga ma'lumot berib o'tib ketaman. Misol uchun 8 ga qarang, mana bu ikkita raqamni qo'shsangiz, mana bu yerda a hosil, ya'ni bitta javob chiqadi. Misol uchun ikkita sonni qo'shganingizdan keyin bitta raqam chiqadi. Mana shu pastdagi bitta raqamlar xullas chiqadi. O'sha misol uchun mana bu sonni qo'shadigan bo'lsak, oxiri 9, 7. Ya'ni 6 bilan tugaydigan, oxiri 6 bilan tugaydigan raqam chiqadi. Misol uchun oxiri 6 bilan tugaydigan ikkita son bor ekan. Ya bunisi. Demak, mana shu birontasiga a harfini belgilab qo'ysak, qolgan ma'lumotlarni chiqadi. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, bironta harf chiqadi va bu yerga yozamiz. Yana nimadir sonning ism hosil bo'ladi. Xo'p, endi 9 masala ekan, buni ko'rib o'tasizlar. Xo'p, men hozir mana bu 10 bilan 11 ni yozmasini aytib o'tib ketaman. Xo'p, amallarni bajarish tartibiga rioya qilgan holda hisoblangani. Xo'p, juda hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, juda oson. Buni men sizga oson yo'lda tushuntiraman. Qarang. Birinchi amal mana buni bajarib olamiz. Boya ham aytdim, hozir ham yana aytaman va bundan keyin aytib kelaman. Qavs ko'rsangiz, qavs ichi birinchi bajariladi va ikkinchi mana bu bo'lish amali bajariladi. Xo'p, bo'lish amali bajarilgandan keyin mana bu chiqqan javobga mana buni qo'shib olamiz va shu yerda to'xtab turamiz va to'xtaganimizdan keyin yana bu yerda bir bo'lish bor. 9000 ni 15 ga bo'lib olamiz. Xo'p, keyin mana bu chiqqandan bu 9000 ni 15 ga bo'lgan javobni ayiramiz. Xo'p, bunisi ham xuddi shunaqa bo'lish amalini bajarib qo'yamiz. Xo'p, qavs ishini bajarib qo'yamiz. Qavsni ishini bajarsak 1 bo'ladi. 2000 ni 1 ga ko'paytirsak 2000 bo'ladi. 2000 ni 10 ga bo'lsak 200 bo'ladi. Bitta nolda qisqarib ketadi. Xo'p, buni men daftarga yozib olganman. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu ham xuddi 4-sinf misoliga o'xshab ketar ekan deyarli. Xo'p, qarang. Mana birinchi amalim, mana ko'rib turibsizlar. Bu ikkinchi amalim, xo'p, bu uchinchi amalim, bu to'rtinchi amalim qo'shilgan. Oxirida mana bundan buyog'ini hisoblaganimda 9000 ni 15 ga bo'lganimda chiqqan. Xo'p, bu yerda birinchi nima ish qilganimda mana qavs uchun bir yozib olganman. 366930 chiqqan. Xo'p, ikkinchisi 366900 ni 9 ga 366930 ni 9 ga bo'lganman. Mana bu yerda yozilib turibdi. 40770 chiqqan. 40770 ga 12000 mana buni qo'shib olganman. Qo'shganman. 53100 chiqqan. Xo'p, oxirida 9000 ni 15 ga bo'lganman. Buni ham yozib qo'yganman 600. Xo'p, 53100 ga 600 qo'shganman. Bu javob chiqdi. Xo'p, birinchisi ketdi. Endi mana 4200 bilan boshlangan. Buni ham videoni to'xtatib ko'rib tushunib olingizlar. Hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, buni 4200 ham birinchi qarang, qavs uchun bajarib olamiz. Ikkinchi bu, xo'p, uchinchi bu. Buni aytganimdek, misol uchun 489 dan 428 ga 1 bo'ladi. Xo'p, 1 da 10 ga bo'lmaymizligini 2000 ga ko'paytirib qo'yamiz. 2000 ni o'zi bilan 2000 ni 10 ga bo'lsak 200 bo'ladi. Xo'p, boya ham buni aytib o'tib ketdim. Xo'p, buni bajarganman. 10 ga bo'lgan 200. Mana buni 4200 ni 14 ga bo'lyapmiz. Xo'p, 300 chiqyapti. Xo'p, keyin 200 ga 300 qo'shyapmiz. Xo'p, 500 degan javob chiqyapti. Xo'p, endi 11-chi masalaga o'tamiz. Xo'p, 11-chi masalada nima deyapti? Hozir ko'rib o'tamiz. Misol uchun. Xo'p, 11-chi masalada qarang, m to'plam
10 ga bo'linadigan ikki xonali sonlar to'plami quyidagi sonlardan qaysilari shu to'plamga tegishli ekanini aniqlang deyapti. Xo'p, qarang. Bu joyda sizlarga bitta ma'lumotni berib ketaman. Misol uchun bu yerda ikki xonali son deyapti. Ya'ni qarang, A variantimizga misol uchun 50 soni bor. Bu 50 sonini ola olamiz. Endi bu to'plamga qaraymiz. Bu to'plamga qaraydigan bo'lsak 27 bor. 27 soni. Buni ola olmaymiz. Misol uchun 10 ga bo'linadi deyapti. Misol uchun 2 xonali son deyapti. Misol uchun bu bo'linmaydi. Buni ola olmaymiz. Xo'p, endi D variantiga keladigan bo'lsak, D variantda 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 bor. Bularni jamini ko'paytirsak 160 bo'lyapti. Bu 3 xonali songa o'tib ketyapti. Xo'p, endi E ga qatorga qaraydigan bo'lsak, misol uchun 220 ni bo'lamiz 10 ga deyapti. Mana bu qarang, bo'lishni ham sizlarga o'rgatib ketaman shu joyda. 220 ni 10 ga bo'lyapsizmi? Mana ikkita 0 ni, ikkalasidan 0 ni o'chirib qo'ying. 22 degan javob chiqadi. Xo'p. Endi mana yozdim. Misol uchun, xo'p, 50 sonni olamiz, 27 ni ola olmaymiz. Xo'p, buni ham, bu variantni ham ola olmaymiz, E variantni ham ola olmaymiz. Endi bu yerda mana F varianti bor. F varianti 7 ko'paytirilgan 10, ya'ni barobar 70. Xo'p, bu variantni olamiz. Xo'p, bu birinchi variantni ham olamiz. Endi G deyapti, eng kichik ikki xonali son natijalari, eng kichik ikki xonali sonda eng kichik, masalan, G natijamizga yozadigan bo'lsak, eng kichik ikki xonali sonimiz 10 bo'ladi. Ya'ni bu yerda nimani olamiz? Qarang, bu yerda 10 ni olamiz, 50 ni olamiz, 70 ni olamiz. Mana shu bizning javobimiz bo'ladi. Natijalarni tegishli yoki tegishli emas degan aytib yozadigan bo'lsak, mana bu tegishli, bumiz tegishli emas. Belgilab sizlarga birdan emblemalar bilan qo'yib ketayin. Xo'p, bu ham tegishli emas. Xo'p, bu tegishli. Xo'p, sizlarga imkon qadar tushunarli degan umiddaman. Agar xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Xo'p, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar, mana shunday video yoqqan bo'lsa, bitta like va kommentariy bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men sizlarga mana shunday keyingi videolarimda hozir planshet olsam, sizlarga sifatli kontent va yana misollarni juda oson usulda chiqarishga harakat qilyapman. Buning uchun sizlar matematikaga qiziqadigan, matematikada qiynalayotgan o'quvchilarga videoni jo'natib qo'ying va gruppalaringizga ulashib qo'ying. Va bular ham bundan ko'rib, misollarni ko'rib, tushunib olsin va oson usul bilan. Xo'p, bundan-da oson usullarimiz hali oldinda, kanal yangi ochilgan. Kanal rivoji uchun kommentariy yozib, like ni bosib, kanalga a'zo bo'lib, gruppalaringizga tashlab, bir 4 ta do'stingizga havolani, video havolasini ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, barchaga omad, kunlar yaxshi o'tsin. Tushunmagan misol masalalar kommentariyada va bioga Telegram va lichka bor. Bemalol yozishlaringiz mumkin.